Assalomu alaykum, hurmatli ishonchli obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 10-may sanasi. 6-may sanasida ham palaklarimiz holatidan video qilgandik. Oradan 4 kun o'tib, o'zgarishlar juda ham katta. Palaklar o'sishida ham, tarvuzchalarni kattarishda ham juda ham tez o'zgaryapti, o'zgarishlar yaxshi. Bundan keyin selitra bilan sug'ordik. Sizdan suv quyapmiz. Bugun suv quya olmaymiz, havo bulutli. Quyosh paneldan sug'oramiz. Ertalab ham ozroq yomg'ir yog'di. Hozir ham havo bulutli. Ichiga oralab ham ko'rsatib o'taman hozir. Mana bu karistan navimiz. Buni hosillari ham ancha katta bo'lib qoldi. Keyin bu yog'i dolbi navli tarvuzlarimiz boshlanadi. Mana tarvuzlarimiz qoladi. Palaklardagi ortiqcha tarvuzlarni uzib tashlayapmiz. Boshqa yillardagi qaraganda unchalik ko'p tugib tashlamagan. 3 ta, 4 ta, 5 talab tugib tashlardi. Ichidan ajratish qiyin bo'lardi. Bitta, ikkita shunaqa tuggan, ortiqchasi ham mana bunaqa o'zi rivojlanishdan to'xtagan. Keyin bir yomon holat bor. Ko'p emas. Oldingiga, boshqa yillardagiga nisbatan ko'proq. Misol ikkita tarvuz bo'lsa, ba'zi bir palaklarda bitta tarvuz bo'lsa ham shunaqa bo'lib qolgan. Bunaqa qiyshiq tarvuz. Bunga o'rniga bosadigani bor, lekin ba'zi bir palaklarda o'z bitta tarvuz, u ham mana shunaqa qiyshiq, uni o'zib tashlashga majbur bo'lyapmiz. Bu palakda ham shunaqa holat ekanmi? Yaxshi tarvuz, ikkinchisi qiyshiqroq. Mana shunaqa qiyshiq tarvuzlar ko'proq nimagadir. Mana bu palakda ham bitta tarvuz, bu ham qiyshiqroq. Nima deysizlar, hurmatli dehqonlar? Bu nimadan bo'lishi mumkin bunaqa qiyshiqlik holati? O'zlaringizni fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiringlarchi. Uzib tashlash kerakmi, qoldirish kerakmi buni? O'zi bitta ekan, o'rniga chiqadimi boshqa? Uzib tashlaymiz.